Soat qara yangi. Ya omadsizlik ham jonga tegdi. Uzr, Ziyod. Ey, xijolat bo'lma. Ustiga ko'rsatamiz. Nima deding? Ustiga ko'rsatamiz. Davay usta bo'lamiz. Davay usta bo'lamiz. Ish qatta olamiz. Ish qatta olamiz. Da jonim bolalar bilan Sibirda kofechi biznes plan tuzotuv dedi. Mardikor bozorga chiqamiz. Sendan o'zga ana soat 4 ta login. Gahkelaring ish bor. Ana. Assalomu alaykum. Xullas ish bor. Nima ish bor aka? Faqat og'irroq ishda. Qilamiz. Kamroq to'layman de. Qancha? 80 ming. Kinoda ko'rganman. Hozir u muhtojlardan qidiryapti. Bizani sinamoqchi. Uyga borsa ish qildirmaydi, ko'p pul berib yuboradi. Da, to'g'ri. Davay. Go. Davay. O'tirlaring. Xullas mana shu uy, ana kanalizatsiya ertalabgacha bitirlaring, хорошо? Ertalabgacha deyaptilar. Ishonlaring bizani yaxshilab sinayapti hozir. Agar ertalabgacha ish qilib kamida bitta bevaydini pulni olib ketamiz. To'g'ri. Qaysi biri? O'zing keldingmi? Ha. Bolalar odam to'kursa boshdan oyoq ko'zini oldidan hayot o'tib ketar ekan, ha? Ha, shunaqa. Mana asr boshgan ekan. Asr? Ha? Sani qizing bilan 3 yil oldin samani sevishgan. Sen buni bilarding-ku? Esingdan chiqmadi. Yo'q, просто aytgim keldi. Pul berdimi? Yo'q. Valla. Bu yoqqa yurlaring-da. Nima deganni? Pul beradi ketdi. Ana mana shu shlaka blokku ukajonlarim. Ichkariga tashib yuborish kerak. Ha? Давайте. Nima deyaptilar? Ishonlaring, normalniy sinayaptilar borib. Yaxshigina sum olib chiqib ketamiz. Go, qiraylik. Ha, to'g'rilab. Aka biz bo'ldik. Bo'ldilaringmi? Ha. Voy, qanday yaxshi. Nima deganim? Ha, qatga qo'yuvdim ha buni. Ha! Ana! Men bu sizlarning ish haqlaring. Salomat bo'laring. Voy. Sizlar bilan nech pulga kelishdik? 80 ming. 20 mingdan chi bermadinglar-ku. Ha, beringlar. Katta pul beradi deysa. 20 ming so'm zdachini ham so'rab oldi-yu. Qo'yaverlaring. Zato 100 ming deb oldik-ku. Ha, u narsamiz ber pul. Yo'q, menda emas pul. Pul ber. Menda ham emas. Asldami? Qancha tashlash kerak edi jonim? O. Pul qani? Allo? Rahmat jonim, tushdi.